Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Terma jamoada har doim vaqtimiz bo'lmaydi. Afsuski bu safar 9 ta o'yinchimiz jarohat bilan qatnasha olmadi. Lekin men uchun juda muhim edi. Barcha mavjud o'yinchilarni ko'rib olish, ular bilan ko'proq vaqt o'tkazish, ko'proq narsalarni yaxshilashga harakat qilish. Men juda xursandman ularning nastroyidan. Men juda xursandman ularni borini berib o'ynaganidan terma jamoa uchun. Oson emasdi. Chunki 2 kun oldin uchib keldik. Yaxshi dam olish ham qiyin bunaqa vaziyatda. Lekin menimcha juda yaxshi o'yin o'tkazishdi. Albatta bu muhim bunday o'yinlarda gol urish. Oldinroq ham gol ursa bo'lardi 2-3 ta yaxshi imkoniyat bilan. Lekin baribir men futbolchilarga rahmat aytishim kerak. Chunki Koptosiz o'yin juda ham yuqori tempda bo'ldi. Va Kopto bilan yaxshi bir ideyalar qilishga harakat qildik. Urugvayni qiyinroq vaziyatga solishga oson emas. Urugvay o'yinchilar juda ham aqlli. Ko'pchiligi men Braziliya chempionatida yuqori ligalarda o'ynashadi butun dunyo bo'ylab. Lekin men ushbu ikkita o'yindan keyin xursandman. Men bilaman menda juda yaxshi jamoa bor. Lekin biz yanada yaxshilashimiz mumkin. Men albatta xursandman Bielsadan bunaqa ijobiy fikrlar eshitishdan. Bu umuman futbol mentalitetini o'zgartirgan futbol murabbiylardan biri. Juda ham tajribali murabbiy. Men undan ko'p narsani ko'raman, undan o'rganaman. Shuning uchun men xursandman. Men qo'shilaman fikringizga. Men ularga aytdim. Bizda yana 8 oy vaqt bor. Jismoniy tarafdan yaxshilashimiz uchun. Lekin bu faqat mashg'ulotga bog'liq emas. Bu ko'p narsaga bog'liq. Ovqatlanish, qanday dam olishadi, qanday uxlashadi, har kun qanday mashg'ulot qilishadi. Bizlar jahon chempionatiga kelib, chempionat tugashi bilan chempionat jahon chempionatiga boraman degan xayol bo'lmasligi kerak. Bizlar bosqichma-bosqich tayyorlanish kerak futbolchilar, barcha tomonlama. Chunki jahon chempionati qiyin bo'ladi. Eshitishimcha, terma jamoa ikkita noyabr oyida ikkita o'yinga kelishgan. Men chempionat o'yinlarini kuzataman O'zbekistonda qolib. Shu sababdan mashg'ulotlarga ham boraman. O'yinchilar bilan ko'rishib, murabbiylar bilan tanishib. Bu murabbiy, terma jamoa murabbiyining ishi shundan iborat. Terma jamoa murabbiyi. Albatta bizda vaqtimiz bor, lekin ushbu vaqt davomida biz hammani kuzatishimiz kerak. Barcha futbolchilarni butun dunyo bo'yicha kuzatishimiz kerak. Ikkita o'yin Dubayda bo'ladi. Faqat terma jamoaga kelayotgan o'yinchilar emas, chunki chempionatda yaxshi o'ynayotgan o'yinchilarni ham kuzatishimiz kerak. Har birini kuzatishimiz kerak. Iloji bo'lsa ularni ham chaqirib, ular bilan sal vaqt o'tkazib, chunki ularni televizor orqali ko'rish boshqacha, u maydonda ko'rish boshqacha. They push. Bittasi offside bo'ldi, menimcha. Birinchisi offside bo'ldi. Ikkinchisida juda ham ko'p prostranstvo, bo'sh maydon berib yubordik. Ba'zan jarima maydoni ichida yaqinroq o'ynashimiz kerak bir-birimizga. Lekin har doim yuqori jamoalarga qarshi o'ynaganda, yuqori darajadagi
Ular xatolarni kamaytirish talab etiladi ularga qarshi. The attention also is really important. Albatta, e'tibor, konsentratsiya juda muhim. I spoke them kind. Futbolchilar bilan ham tanaffusda aytib o'tdik. Ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi 15 daqiqa ehtiyot bo'lish kerak dedi. Very good performance. Chunki juda yaxshi o'ynab birinchi bo'limda. Then you go in the changing room. Keyin You relax. kiyim almashtirish xonasiga kirib, bu yerda raslavitsa qilib qaytadigan bo'lsak, If you are not concentrated. agar konsentratsiyamiz 100% joyida bo'lmasa, bizlarda muammo bo'ladi va ko'rdinglar bizani jazolashdi. Players Very good attitude. juda yaxshi nastroy bilan tushdi. I spoke with them. Ular bilan gaplashdim. They need to be intensive because Ular yanada tempo oshirish I kerak. saw the body language of our players. Men o'yinchilarimni kuzatdim. Ikkinchi taymda Very sad. ular sal g'amginroq ko'rinishdi. We need more motivation. Lekin men ularga aytdim, yana motivatsiyani oshirish kerak deb. Change the dynamic of O'yinni dinamikasini o'zgartirish bo'yicha gapirdim. and the end was really good. Va albatta oxirida yaxshi o'ynadik. Score one goal. Bitta gol urdik. To do another goal. Yana gol urishga harakat qildik. What I said before the Hisobda changing room, I'm so happy for that. oldin aytib o'tganimdek, hozir men kiyim almashtirish xonasida ham aytdim. Men juda ham xursandman, faqat bugun emas. Since I arrived here, Men kelganimdan buyon everyone give me very, har bir futbolchi they give me everything. borini beryapti. Bu juda muhim edi. Thanks. Welcome. Thank you so much. Katta rahmat.